Yurtlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun navbatdagi ko'mir qatib o'tirgan xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz o'zlarimizning Shavot, Bo'yg'ashi toifasi. Yana telesentrning teyindagi xo'jaligiga keldik. Bo'yg'ashida bu xonadonimiz 7 yilda batareya qo'yib istardi. Joyimizni o'zim katta emas, men deyasaman 10 metr, men deyasaman 10 metr. 100 kvadrat. Ikkinchi batareyamiz, yana uchinchi batareyamiz. Bu xonadonimizda 1.500 ming so'm chiqdi. Hamma o'lcham o'zlarimizdan. 4-chi batareyamiz, 5-chi batareyamiz, 6-chi, 7-chi batareyamiz. Nima uchun bu xonadonimizda arzon chiqdi desangizlar, kimni ota bilmagan bo'lmaylar. Nima deydi bu savol? Hamma o'lcham yaqin joylashgani uchun joyimiz arzon chiqdi. Ham bu joyimizda hem strashniy katta kotel qo'ymadik. O'zlarimiz 100 kvadratdan 200 kvadratgacha bo'ladigan kotelimizni o'rnatdik. Ko'rib turganlaringizdek, kotelimizni ishlashi sifati zo'r, nosozlarni, bypasslarni qo'yib, graduslar, chiklarni qo'yib, hamma joyini qo'yib ishlab berganmiz. Bu kotelimizni o'dil bilan yoqib qo'yganlar, lekin o'dil ham yonib tamom bo'lgan. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qo'yamiz, bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rgan yurtdoshlarimiz like bilan podpiskalarni qo'yamanglar. Xudo xolasa, kimga shuningdek shu xizmatlarimiz kerak bo'lsa, nomerlarga bog'lansangizlar, qo'ldan kelgancha galashtirib, taxlab, nasib etsa chiroylatib chiqarib beramiz. Yurtdoshlarimizdek hammasi endi baqni yashil bo'lsa maydonda ekan, ayol kishi buni tushirib o'tirmadim. Ne deydi misal? Bir gap bilan aytganda qizishi sifati zo'r. Har bir vajni qaranliklari, har bir batareyani qaranliklari bilan qo'yib, olinadigan, qo'yiladigan zamonaviyatga o'tirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.